Instagramda pul topish uchun pul chiqish kerakligini bilaman. Shuning uchun vaqtimni ham, pulimni ham tejash uchun pul bilan investitsiya qilaman. Instagramdan pul topish mumkinligini bilaman, lekin pul tikmasdan turib profilni ko'tarib olish yo'lini qidiryapman. Aniq bilaman shunaqa yo'li bor, faqat hozircha topa olmayapman-da. Operator bilan video montajni o'ziga oyiga plus-minus $1000 ketayotgan ekan. Agar videolarim prosmotri zo'r bo'lsa, bu oy premiya qo'shib beraman. 200 mingga mobilograf gaplashdim. Montaji ham ichida ekan. Zo'r gaplashdim-da o'zi ham. Shu prosmotrlar sal kamroq bo'lyapti-da. Necha nakrutka urib olamiz, bilinmay ketadi. Blogimdan kelayotgan pulning 20%ni doimiy o'ziga qayta tikish yo'liga qo'yib qo'ydim. Cho'ti pulim ortib qolyapti. Bu oy shu ortgan pulga chet elga chiqib zo'r kontentlar olib kelsam bo'lar ekan. Target bilan amallab pul pishiryapman. Tushgan pulni tezda yig'ib, bitta arendaga bo'lsa ham jentira bosib olish kerak. Blogim ham, daromadim ham zo'r o'syapti, ko'z tegmasin. San qanaqa qilib bunaqa tez o'sib ketyapsan? Menga ham yo'lini ko'rsat. Men Asrorga obuna bo'lganman. Nimalar qilish kerakligini kontentlarda ko'rsatib boryapti. Hammasi pul qilishlardi-da. O'zim o'rganib olaman. Aldoqchi bularni hammasi.